Behzod aka, hamma yoqda tekin ma'lumotlar. YouTube'ga kirsak, ChatGPT ham даже plan qilib beryapti. Lekin nimaga odamlar hozir formada emas? Bitta qilib aytib ketaman, odamlarda disiplina yo'q. Odamlar motivatsiyani birinchi o'ringa qo'yib qo'yganda, ya'ni motivatsiyani aytganimda oldin bitta yaxshi muzikani eshitadi yoki bitta o'rtoqdan yaxshi otziv eshitadi yoki yaxshi ko'rgan qizdan bitta otziv eshitadi, bo'ldi, menga chiqadi dopaminda, motivatsiya oshib ketadi. Bitta uxlab turgandan keyin yo'q bo'ladi bu narsa. O'shaning uchun aytaman, motivatsiya muhim emas, stabilnost, davomiylik muhim, disiplina muhim. Misol uchun bir kun chiqdi, 2 kun chiqdi, 3 kun chiqdi, qarasa rezultat bo'lmayapti. U zalga chiqish unaqa narsa emas u. Bir oyda ham kerak bo'lsa rezultat bilinmaydi-da. Stabilnost bo'lsa, ertaga 3 oy, 4 oydan keyin futbolkasini yetsa odamga bilinadi. O'shaning uchun bu narsalar o'sha kelajakda keladigan narsani ko'rmaydi-da. Bir kun, 2 kun chiqadi, hamma yog'i og'riydi, boshida boshlaganda qaqshaydi hamma yog'i, zalga chiqqandan keyin bir hafta 10 kun og'rib yuradi. Bo'ldi, bu yog'iga shunaqa og'rib yurar ekanman deydi, zalda tashlab qo'yadi. O'shaning uchun rezultat yo'q. U qanaqadir videoni ko'radi, YouTube'dagi programmalarni ko'radi, o'zicha dieta planlarini qiladi-da, zo'r motivatsiya oladi. Bitta uxlab turgandan keyin bo'ldi, bir tiyin bo'ladi. Odam maqsad qo'yish kerak oldiga. O'sha maqsadga qarab yurish kerak. Ko'pchilik savol beradi. Ya'ni primo o'qiganda ham, boshqa narsa qilganda ham, "Aka, unaqa narsa yetishmayapti." Endi bo'ladi odamlarda, "Men qizim tashlab ketdi, boshqa narsa qildi." O'shaning uchun chaqirish kerak emas bu narsaga. Maqsad o'zgarmoqchimisan? Bo'ldi, maqsadingni qo'y, o'shanga qarab yur. Har xil qalan qasangilarga, oshna og'aylaringga qo'shilib kerak emas bu narsa. Mayli, mana oldimga kelma, nechta zal bor, nechta trener bor, borib o'shalar bilan shug'ullan, o'shalar bilan ishla. 3-4 oy sen yo'q bo'lib ketgan, ana undan keyin ko'rasan rezultatni. Odamlar disiplina bo'lmaganligi uchun rezultat yo'q. Ya'ni hozirgi erkaklarda как mas'uliyat yo'q, disiplina yo'q. Mas'uliyat yo'q. Motivatsiya bor. Motivatsiya bor, aytaman. Motivatsiya bitta yonadi, bitta o'chadi. Shuning uchun motivatsiya muhim emas. Disiplina bo'lish kerak. Stabilnost bo'lsa, rezultat bo'ladi.